Endi qiyomatda hamma ishlarimiz, har bitta gapirgan gaplarimiz, har bitta o'y fikrlarimizni Alloh taolo ontarib, o'rtaga tashab qo'yadigan kunda o'ylasak, qanaqa yashashimiz kerak? Mo yelkamizda ikkita kiroman katibin farishtalar bor. Har bitta gapirayotgan gapimizni, har bitta qilayotgan ishimiz yozib turadi. Alloh taolodan hayo qilaylik. Quvvati ketgan, belegilgan, soch soqol oqargan oqsoqol. Nimani kutyapsiz? Alloh taologa yo'liqishlikka nimani tayyorlab qo'ydingiz? Yoki kuch-quvvatini ko'pligi ishonib, orzu-havaslar oldagan, o'zini fahmi farosatiga suyanib qolgan yosh yigit. Alloh taolo bilan uchrashgani nimani tayyorladingiz? Tayyorgarligimiz yetarlimi? O'zimizdan so'raylik shu narsani. Ehtimol ertangi tong kimnidir otmas. Ehtimol kimdir uxlaydi, ertaman uyg'onmas. O'zimizga savol beraylik. Bugun amal qilishga imkoniyat bor, hisob-kitob yo'q. Ertaga hisob-kitob bo'ladi, amal qilishga fursat bo'lmaydi. Kim biron yaxshi amal qilsa, o'zi uchundir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Bas kim Parvardigoriga ro'baro bo'lishdan umidvor bo'lsa, u holda yaxshi amal qilsin va Parvardigoriga bandalik qilishdan biron kimsani unga sherik qilmasin. Ya'ni qiladigan amallarini hammasini yolg'iz Allohning roziligi uchun qilsin.